Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, endi gala boshladi dedik-ku, kattalar chiqyapti. Ha, o'ynashini qarang bularni. Mashalloh. Aka, bu yerda nechta endi ikkinchi partiyamiz? Sanadingizmi? 60 ta aka. 60 ta. Birinchi qo'li aka o'zingiz olib kelyapsiz mollarni. Ha, o'zimiz olib kelamiz. Hammaga assalomu alaykum, baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Namangan viloyati Kosonsoy tumani Qo'qonboy mahallasiga kelganmiz. Akalar, sotilgan zot novvosamiz bor ekan, shularda birma-bir ma'lumotini beramiz. Bugungi sanamiz 17-mart haftaning akalar seshanba kuni. Biz akalar bu joyda, bu katta fermada birinchi marta syomkaga kelyapmiz. Akamiz aytishdiki, narxlarni bash bomba qilib beraman deydi, chunki o'zlari olib kelishgan ekan novvoslarni. Xullas, to'rt partiya ham ol chiqaramiz akalar. Bu birinchi partiya bo'ladi. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qachon obunachilarni so'rashib qo'ying aka. Assalomu alaykum. Zohar aka, yaxshimisiz? Sizingmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sizlar? Xo'p, aka, birinchi partiyamizga nechta mol bo'ladi aka? Sanadingizmi? Ha, 29 ta, 30 ta bor mana shu yerda. Ha, 30 ta deylik a. Ha, 30 ta bor. Mana pulinglari ham bor ekan. Mana novvoslarimiz bo'yi akalar 120 plus. Mana ular 1 metr deylik ular bo'yini. Aka, qanday bo'ldi olib kelish tartiblari? Bular vitamin, lichina bo'lganmi? Xudo xolasa, ha, Rossiyada ham qilib kelingan, Bga kelib ham emlamalari bo'lgan hammasi. Aha. Yashurga qarshi Bdan yana ukollarni qilib qo'yganmiz. Yashang. Hurmatli obunachilar, sezgan bo'lsalaring, mollar ro'para dedi. Men ataylarni betonga olib chiqdim. Agar nobodda kasal bo'lsa, mana shunda bilasizlar, yurolmay qoladi. O'zingiz ham bilasizlar. Men ataylarni aka olib chiqdim. 100% novvosa sog'lom. Yeb turgan joydan akalar baqa olib chiqdik. Xo'p, aka 30 ta bo'lsa, soni ichida sementali ham bor ekan, Greenford ham, Avlikoli ham bor ekan mana. Gold rangidan. Pullar qanchadan bo'ladi aka? Yaqinroq kelib turaylik aka, gaplashib turaylik endi. Pullar aka, Mana mashq ishlar necha puldan boshlanadi? pullar aka 17 million so'mdan Bda aka. Xo'p, 17 milliondan boshlanyapti aka. Ha. Xo'p, yaxshi. 28 milliongacha qilib bersa bo'ladimi? 28 milliongacha. Pasti 17 milliondan akalar mana sementallar bor ekan, mana shunaqalar 28 million so'mdan deyishyapti. Xo'p, shuning ichida novvosimiz bor aka, to'g'rimi? Endi bu ichida 19, 18, 20, 22, 23 hammasidan bor a? Bo'ladi, ha, bor. Bo'ldi gapi. Ana aylantirorsin-chi. Narxlarni ko'ryapsizlar akalar, yaxshi yetishyapti. Buni hali kami ham bo'ladi. Telefon qilib yoki o'zlaring kelib ko'radigan bo'lsalaring, xudo xolasa kami ham bo'ladi. Mana buni qarang. Bu novvoslar yem yemagan, haqiqiy chorva. Muzaxon aka, bular yemaydigan bo'lsa yomon semiradida. Xudo xolasa. Zot-zotda baribir aka. Shunaqa aka. Yaxshi. Aka, optim olsa ham kelishtirib beramizmi? Albatta aka. Yaxshi. Hozir ko'pchilik aka yilda boshidan mol ko'proq olishyapti. Sezgan bo'lsizda. Optim bo'lsa arzon qilib beramiz, dastlabkasini qilib beramizmi? Xudo xolasa bo'ladi aka, emas. Endi qarang-da. Bunaqa danaylarni ko'rib qolib, aka menga mana shu mol yoqib qoldi yoki buni mol yoqib qoldi. Bitta bo'lsa ham dastlabka qilib berasizmi Samarqandgacha desa? Ha, kelishilgan holatda qilib beraveramiz aka. Ha, kelishaveramiz. Misol uchun bittaga qiyinu yig'ib aka. Ha, qilamiz. Bo'laveradi. 2-3 kishigini bitta qilib beramiz. Tushunarli aka. Xo'p. Akalar ko'ringlar, korobkalari ham butun novvoslarda. Yem yesa akalar hamma novvos o'ng'alib ketadi. Mana qarang. Silliq mollar. Haqiqiy chorva ekan-da aka. Shunaqa. Bo'l, tushunarli. Hurmatli obunachilarim, kelaverasizlar. Bu birinchi partiyamiz, hozir ikkinchi partiyaga boramiz. Quyuq-suyug'ini yana o'zlari kelishtirib berishaveradi. Muzaxon aka kelganiga necha kun bo'ldi? Bularni kelganiga Taxminan 10 kun bo'lib qoldi shu. Ajoyib. Demak, hamma tekshiruvdan o'tib bo'libdi-da aka. Ha, xudo xolasa. Yeyishi, ichishi aka. Xudo xolasa hammasi joyida bularni aka. Yaxshi aka. Tottalarni ko'rsatay mana shularni. Tepasi 28, kami bor deyishyapti. Kelishaveramiz deyishyapti. Ko'proq oladigan bo'lsa yana tushib beramiz aka, misol uchun. Tushib beramiz aka. Bo'ldi gapi. Xo'p, akalar, endi ikkinchi partiyani boshladik. Fermani ko'ryapsizlar, akalar, gektar. Novvoslar maza qilib o'ynab yuribdi. Aka, bu yerda nechta endi ikkinchi partiyamiz? Sanadingizmi? 60 ta aka. 60 ta. Birinchi qo'li aka o'zingiz olib kelyapsiz mollarni? Ha, o'zimiz olib kelamiz. Mashalloh. Xo'p, akalar, bo'ylari bu yerda 120 mol yo'q. Hammasi 120 dan oshiq, 125 atrofida. 20 dan oshiq xullas. Ko'ryapsizlar, mollarimiz katta. Soniga 60 ta. Aka, sementali ham ko'paygan ichida, Muzaxon aka. Bor aka, ko'p. Ya, akalar, shoxiga e'tibor bermaylar bu. Ovoz yaxshi semiradi. Shoxlimi, boshqami. Zot baribir zotda aka. Ketishini qarang bularni.
O'ta sog'lommi deyman tomonlaringiz. Xudo xolasa hammasi Yurishini qarang, sog'lom. yugurishini qarang. O'talik meni syomka qil deganda yugurib beryapti-yu bular. Mana qarang akalar. Yaqinlashtirib beryapman. Ajoyib. Endi baqa haydaymiz endi aka. Hurmatli obunachilarim, yebishlari yaxshi ekan. Qonlar chiqyapti, ko'ryapsiz. Asmentali qarang. Voh, mashalloh. Yana uribchi ekan uni. Abrikda sanida oyoq uryapti. Beton bor ekan oldida. Qani? Mana bunaqalari bor ekan. Ajoyib. Endi mana shu yoqqa haydaylikchi aka. Hurmatli obunachilarim, hozir bularning narxlarini bilamiz. Hammasini olib aka yemga tashlasangiz bularda erta bahordan Shunaqa. va kech kuzga bor, yaxshi kilo borda bularda akalar. Men ham uribdi. Akalar urganini aytib qo'yapman. Endi baribir betondan sakraydi mollar. Ham uroladi. Yaxshi. Mana qarang. Ajoyib. Ajoyib, ajoyib. Kalmakka simejini deyman-da, nima ovozlar. Mana shular. Endi buni haydaveramiz aka. Mashalloh. Mana shunaqa qilib aka sizni molxonangizga novosa kirib borsa, shunaqa qilib. Soniga 60 ta ekan aka. Mo'saxon aka, endi keling. Yaqinroq kelavering, narx-navosini tanishtiraylik. Nech puldan boshlanadi aka bu yerda? Soniga 60 ta. Soniga 60 ta 24 million so'mdan boshlanadi aka. 24 million so'mdan boshlanaveradi. Ha aka. Nechta misol uchun? 10 tami, 5 tami ichidan? Bor endi aka. Bor, ha, endi nechtaligini bilmayman, bor. Qilib beramiz. Ajratib beramiz aka esa. Qilib beramiz. Yana ketib qoldi, mana shu haydashimiz kerak edi. Mollar yugurib charchamayapti, biz ham orqasidan yurib charchamayapmiz. Mo'saxon aka 24 milliondan boshlandi. Aytasiz. Ha aka, 24 milliondan boshlanadi. Xo'p. Tepasi aka, tepasi. Tepasini aka 30 million emas, 29 milliondan qilib beramiz. 29. Ha aka. 28 ham to'g'ring aka. Aka, ham bu aytganimizda hammasida nimasi bor? Savdosi bor. Tepasiga deyapsiz, eng balandiga deyapsiz, to'g'rimi? Ha, shunaqa aka. Endi misol uchun ichida aka men misol uchun 25 milliondan to'xtamoqchi edim desa ham chiqadimi ichidan? Albatta chiqadi. 26 milliondan 10 to'moqchi desachi. Uni ham qilib beramiz aka. Yana bo'lsa. Mana shu narxlar zo'rmi aka? Demak aka, maqsad sotish ekanda, shuni bildim hozir gapingizdan. Aka. Bu ikkinchi partiyamiz. Aka, zo'r narx-navosiga e'tibor beringlar. Yengaytyapti, bori. Kelib akalar tanlagingizga arziydi lekin. Bor akasini chap qo'yaman Telegram gruppamizga. Baraka bozor 20 chiqib lotin harabda post bersangiz chiqaveradi. Soniga 60 ta. Aka, quyuq suyuq bo'lgan bo'lsa, hammasini yana tushib beramiz, a? Albatta aka, tushib beramiz. Bo'ldi gap yo'q. Mashalloh. Xo'sh, narxi yo'qdi mana shular. Aka, ichida toza asrki sementallari ham bor, rosa ko'p. Ha, bor ekan. Atim bilan olmayapman aka. Kelib ko'rishaveradi o'zlari. Manaqalari borda akalar ichida ko'rinmayapti, bori. Ajoyib, ajoyib. Manaqalarni qarang. Maza qilib yemlaydiganlari bor ekan akalar. Ajoyib. O'sha gap aka, bular yemga haqiqiy yemni gadolari akalar. Yem ber, men go'sht beraman degan xonasi. Mana buni qarang. Boshim chiroyli ekan mana shu. Keyin aytishyapti-ki, akalar, aka Mo'saxonga yaqin yuravering. Kelsa deyapti, tanlasin, yana kelishamiz deyapti. Mana shu gaplarga men 5 ketdim, bori. Maqsad sotish deyapti. Ha, ketdi yana. Bu mollar sotilsa yana men olib kelaman deyapti. U yaxshi-ku, to'g'rimi, obunachilarimiz? Bo'ldi Mo'saxon aka, bularni ko'rib oldim. Keyingi partiyani ko'rak bo'lmasa? Xo'p aka. Ketdik. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, endi gala boshladi dedik-ku, kattalar chiqyapti. Ha, o'ynashini qarang bularni. Mashalloh. Mo'saxon aka yemga tayyorlar ekanda, bu 100 ga 100 aka. Ajoyib bo'lgan ular. Soniga nechta bular aka? Bular aka 30 ta soniga. Endi joyimiz sal torroq ekan, eplab syomka qilamiz. Soniga 30 ta, hurmatli obunachilarimiz. Deyarlik 95% to'qol ekan, a? Ikkita, uchta ko'rib turibman. Bir ikkita bor xolos. Bir ikkita naqasi bor. Lekin novoslarimiz akalar korobkalari ancha butun. Bo'ylari hammasi 1.25 dan oshiq. Malades, malades.
Endi aylantiramiz ekan, bu yerda torla qilyapti. Bu tarafga olamiz ekan aka. Bo'ldi aka, olamiz. Bittalar o'tib berolsinchi bo'lsa, shaqara. Qani. Qani. Uylarchi. Yaxshi. Yaxshi. Mana bitta oyog'ini urib olibdi akalar. Ha, shu nimada. Mana borini aytib ketyapman, hurmatli obunachilar. Borini. Mana qarang. Zo'rlarni allab-tallab o'rasiz. Aytishyapti, qolganiga o'zim boqaveraman deyapti. Joylarni ko'ryapsiz-ku, gektar ekan. To'g'rimi o'zi aka? Shunaqa aka. Joy ko'p. O'zim yelaveraman deyapsiz. Ha, shunaqa aka. Mana zo'rlarini obunachilarimizga beramiz. Ajoyib. Xullas aka, hamma molimiz bir yerdan kelgan ekanda bo'lsa. Shunaqa aka, bir yerdan. Aldan vitaminlar urilgan. O'zimiz tevazida turib, o'zim deganiga o'sha 10 kun bo'ldi. Ha, bularga 10 kun bo'ldi. Ha, korobkalarni qarang aka. Ha, zo'r ekan bular. Hurmatli obunachilar ham kelaverasizlar. Mazza variantlar, turishini qarang. Mashalloh. Eti ham yaxshi ekanda bularda aka. Shunaqa aka. Xo'p, endi narxni aytavering-chi aka. Narxlar aka Yo'lda aytavering, kelishdir aka. Bilib turibsiz-ku hozir, hamma bir yilni boshida mol eman degan. 27 million so'mdan aka. Nech puldan? 27 million so'mdan. Hop, Boshlanib 31 milliongacha uni ham xaridini qilib beraman aka. Ha, 31 millionga, 27 milliondan 31 million so'mgacha, akalar. Shuni ichida savdosi bor. Misol uchun 27 milliondan aka nechta qilib beraman ichidan? Obunachimizga. Dadil. Bir 3 ta 4 ta chiqarib beramiz aka. Aka qarang. Mana 5. Sizdan kelishib olmadimi? 5 ta bo'ladimi? Mayli. Gap yo'q. 5 ta chiqarib beramiz. 5 ta chiqarib beramiz aka. Bo'ldi. Xo'p, tepasini kelishamiz ekan akalar. O'zi Angus yuribdi, Simental yuribdi akalar. Ular kelishamiz ekan. Yaxshi. Aka, hammasini qo'yibsiz ham aytilasizmi? Birga. Yaxshi bilagingiz yo'qmi? Sovlaganim yo'q to'g'risi. Ha, lekin telefon qilsa solib beraverasiz. Ha, sovlab nima qilib beraveramiz aka, xudo Misol uchun aka bitta oyog'ini urib olgan aka, borni olib tashlaymiz. sizni kelishingizga tayyorlanib, bunaqa deb turaman deb nima qilmaganman. Ha, shunday. Ha, Tabiiy holatda boshlanib ketdi. shunaqa aka. Yaxshi. Zo'r aka. Hurmatli obunachilar, ko'ryapsiz, egasi ancha kamtar inson. Maqsad sotish deyapti. Mol ko'p, ko'ryapsizlar. Bekka qimmat narx aytib, klient qochish niyatlari yo'q. Ta'sir sotaman, yana olib kelaman deyapti. Bu yaxshi. Ajoyib. Keyin novvoslar yuvoshligi ham yoqdi menga aka. Shunaqa aka, juda yuvosh. Xotirjamda ichida yuribman. Yuvosh. Hamma molimi aka, mollar o'zini bosib olgan. Yosh bo'lagan qarasa bo'radi, yemga tayyor. To'g'ri yemga baylashadi. Endi erta bahordan aka hammada ham misol uchun ko'payadi mol boqqan sharoitda. Bo'shog'lar to'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bo'ldi aka, tushunaylik. Yana bormi novvoslarimiz? Novvoslarimiz, g'onajillarimiz bor. G'onajillarimiz bor. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. 17-mart 2026 syomka qildim. Akalar, bo'ladi 4-partiya. Aka, hammasi xonajin bular? Aka, hammasi g'onajin. Hammasi xonajin ekan. Hurmatli obunachilar, o'g'illari chiroyligini qarang. O'sh yo'qdi menga. Xo'p. Hammasi xonajin. Bu yerda Greenford, Simental 3 ta turibdi. Hop, yurolsinchi. Tagiga mana beton akalar mana. Qonni beton. Agar novvoz yashil bo'lsa, bir qadam ham yurolmaydi betonni, bilasizmi? Og'riydi-da, tuyoq og'riydi. Mana 100% lechina bo'lganligini mana akalar. O'zimizda bular yashil bo'lib, o'zimizda tuzalgan bular. Ha, shunaqa, o'shancha. Ha, o'shancha. Gap yo'q. Xo'p, nech puldan beramiz bular aka? Aka, bularni 16 million emas, 15 milliondan pastini qo'yamiz. Tevasini 22 millionga qo'yamiz, uni ham xaridini qilib beramiz aka. Ha, 15 milliondan boshlanyapti. Tepasi mana Simental bilan akalar tozalari mana, toza rossiyskilari. 22 million so'mdan deyilyapti. Bitta narsa akalar, bitta tug'ib bergan bo'lsa aka, vobshe foydasi yaxshi bo'lardi. Ichida aka bo'g'ozlari ham bor. Greenfordda sut bermasi mumkin, lekin Simental yaxshi sut beradi akalar. Yaxshi. Yaxshi bir e'tibor, mehr kerak ekanda. Shunaqa aka. Muhimi soppa sog'lom, hurmatli obunachilar. Ko'zim bilan ko'rib turibman, tumshuqlari, mana tumshuqlari, tuyoqlari ham yo'q, tinaq turibdi. 22 milliondan tepasi, pasti 15 milliondan. Endi ketaveradi ichida 17, 16 tanlashingizga qarab ketaveradi. Mashalloh. Aka, mollar o'ta sog'lom aka. Xudo xolasa hammasi sog'lom. Gap yo'q. O'ta sog'lom aka. Mana ko'rib turibsizlar, o'zlangan akalar.
Ajoyib. Bo'ldi aka. YouTube'ga qo'yaylik. Egasi yetib borsin. Ertalabda birinchi syomka sizdan bo'ldi aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Aka, olgandan sotgandan iloyim baraka topsin. Yashang. Rahmat aka.